Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar, yana bir yangi obyektga xizmatga kelganmiz. Ushbu obyektimiz joylashgan joyi Namangan viloyati, Namangan shahar. Namangan shaharda joylashgan Guliston mahallada qadrdonlar. Guliston mahallada bitta akamiz chiroyli tarzda uy imorat solgan ekanlar. Shuni tomini bugun erta inshaalloh chiroyli tarzda penalomboz bilan yopib beramiz. Zavoddan to'g'ri yuklarimiz keldi. Obyektimizda burchetkalari bitganligi sababli pastiga salafandi yozib, imkon darajada burchetkalarning ustiga ziyon keltirmasdan ish qilishga harakat qilyapmiz. Isuzu mashinada yuklarimiz to'g'ridan-to'g'ri zavoddan yetib keldi. Obyektimizga avval loy bosilgan. O qamish parashroq, loyam o'ta parash bosilgan ekan, ancha joylari ochilib ketgan. Xudo xolasa bugun erta chiroyli tarzda ushbu obyektimizni gipsdan penalomboz quyib, yopib o'z egalariga topshiramiz. Qadrdonlar, obyektimiz ichkarilari ham polnist aboylari, patologlari bitgan, imkon darajada oqqizmay, tomizmay quyib berishga harakat qilamiz. Obyektimizni sizlar bilan birgalikda ichini ko'ramiz. Shu xonani kiyimda almashtirasizlar deb hoji akam berdilar. Patologlari shu holatda. Obyekt yashashga tayyor holatda. Inshaalloh oqqizmay, tomizmay imkon darajada ushbu obyektimizni ham yakunlab o'z egalariga topshiramiz. Uy polnosti bitgan. Отделкалari, aboylarigacha. Sizlar bilgan sinfdoshlarim, Dilshodbek Penachi jamoasi xizmatda. Qadrdonlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Ish jarayoni video lavhalarida obyektimiz yakunlangandan keyingi videoni video davomiga qo'shamiz. Ish jarayonida ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, tomga yuklarimizni, mahsulotlarimizni tortib bo'lganmiz. Nari tarafdan quyib kelishyapti. Hozir sizlarga obyektni bir qator ko'rsataman. Qadrdonlar, mana shu joylari polностью xuddi shunday ochiq. Mana shu joydan bu tarafdan issiq sovuq ancha rasxot bo'ladi. Sababi bu joylarga zardevolam urilmagan ochiq. Bu joy darvozaxona. Bundan tashqari uyda ham yetmagan joylari bor. Bu chekkalari, shunaqa joylari chetigacha yopib berilmagan, yopib ketilmagan. Bundan tashqari bunaqa joylarda pastlar ko'rinadi. Bunaqa teshiklardan bu tarafda ham bor. Obyektimiz bu taraf qorong'i. Shu sababli tomlari polностью yopilgan. Shu sababli mana shu joylar o'zini ko'rsataman. Bu joyda bor. Qadrdonlar, darvozaxonaning ro'parasida bitta xona bor, nari tarafda, ash tarafda. U taraflar ham chetigacha yopilmagan. Mana shu ko'rinishda ochiq qolgan. Shu sababli material mahkamlab, mana shu taraflari ochiqligi sababli mashindoq polностью material mahkamlab, mana shu vassa taxtadan tepasini hammaga aytamiz, chiroyli qilib cheti bilan germetchni yopib beramiz deb. Qadrdonlar, ko'rishlari mumkin. Materialni tepasini mahkamlab, pastiga xuddi shu tartibda rastvor bilan materialimiz ko'chib ketib qolmasligi uchun materialni qo'yib olamiz. Undan tashqari mana shu joylarida polностью rastvorni material sidilib, oqib ketmasligi uchun отдельно paqirda sepib chiqyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz qadrdonlar.
yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan. Qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan, qora ko'z meni ado qilasan, sevging yo'lida gado qilasan. Bir go'zal uchradi meni yo'limda, qomatiga bino qo'yib ketar yo'lida. Bir go'zal uchradi meni yo'limda, qomatiga bino qo'yib ketar yo'lida. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Bir marta sevdim o'shal go'zalni, boshqa sevolmayman o'zga go'zalni. Hey, hey, hey go'zal qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Hey, 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 hey qiz, menga qiyo boqmasang holim yomon qiz. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga, rad etib haydar sevgi cho'liga. Sevaman deb chiqsam uning yo'liga, rad etib haydar
kipriklaringiz, hech namlar ko'rmasin kipriklaringiz. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Mana hoji aka, xudo xolasa o'yiltirib, sekin-sekin qarab-qarab, üst-ustiga to'kib cho'tki chiqyapti. Neylarda oldingi videoda ko'rsatdim, yetmagan mayda teshiklar bor edi. Hamma joy cho'tki yovilyapti, xudo xolasa. Hozir qo'lni aylanib o'tamiz. Chekkalari ham. Bu taraflar jicha qorong'iroq. Qo'lni hamma joy, burchaklarigacha yovilib ketgan. Xudo xolasa o'ta go'zal chiqdi. Mana chekkalarda ham ochiq joylar bor edi. Hammasi yo'qolib ketgan. Mana. Bu tomoni o'sha materialni mahkamlab qo'ydik. Bu tomonlari ham juda go'zal. Qo'shni tomonga ham polni material mahkamladik. Mana shu yerda jicha joy qoldi. Ikkinchisiga harakat. Chekkasiga materialni qo'yib, rahlari ham. Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, assalomu alaykum. Namangan shahar do'stlikdagi yangi obyektimizda ham inshaalloh chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Qadrdonlar, shu taraflariga 2 suloy cho'rni beli holatlari quyib kelingan. Ko'rishlaring mumkin, yangi quyilgan joylarimiz. Shu joydan bu taraf ikkinchi suloy bo'lgan, bu tarafi bo'lmagan. Qadrdonlar, bu taraflariga ham chiroyli tarzda ikkinchi suloyini mahsulotlarimiz bor, quyib beramiz. Ustakalarimiz, sizlar bilgan Dilshodbek penachi jamoasi xizmatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, tomni holatini hali ko'rsatgandik videoni boshrog'ida. Shu holatdan shu holatga keltirdik. Xudo xolasa ishlarimiz sifatli. Hozir mana shu joydan qadrdonlar teshik ochganmiz. Pastini ham ko'rsataman sizlarga o'tmaganligini. Chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Mana shu joylarda polnistda videoni boshida ko'rilgan teshikchalar ochiq joylar juda ko'p edi. Chiroyli qilib germetishni qilib yopib berdik. Qadrdonlar, obyekt polnistda bitgan. Mana shunaqa oldi fasad gipsakarton qatirilgandi. Bitta gipsakarton yechib pastga olib qo'ydik. Mana shu joylariga bir suloy penalombos quyilgan. Bu joyda gipsakarton yechganimizdan keyin pastda shu holatda. Xudo xolasa vassalarga, to'sinlarga nam yetib kelmaydi. Chiroyli tarzda oqqizmay tomizmay imkon darajada yakunlashga harakat qildik. Telefonni ichkariroqqa solaman qadrdonlar. Mahsulotimizni ozgina qo'yiqroq tayinlab, qo'yiltirib, qalinligi nisbatan qalinroq tushadi. Qo'yiltirib, shu tartibda qo'yib berdik. Mana shu joylardan ham ko'rish mumkin. Pastiga suv pashti o'tmagan. Ustida ozgina turpoq bo'lganligi sababli o'tgan pastga ozgina yurgan nam ham ana shu turpoqqa singib chiroyli tarzda yakunladik ushbu obyektimizdan. Yakunlash arafasidamiz. Mana shu tarafiga shundoq beli qo'yamiz. Shundan keyin ushbu obyektimizni ham yakunlab o'z egalariga topshiramiz. Bundan oldingi yillarda ham 2 yil, 3 yil oldin ham avval loy bosilgan tomlarga gipsdan, penabetondan
penalomboz yopib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Dilshodbek penachi jamoasi xizmatda. Salomat bo'linglar qadrdonlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.